Ya Tayyip. Kalk. Oo. Çıkan ayakta. Ne oldu? Ya ne oldu? Ben takkaç mı? Ben diyen şeperan falan da özang bizim oynayıp jürüş bir yerde. Ya da hareket alıp karşına işte. Ayet diyenin başta gangçang oynuyor mu? Şıkanmasın tak kılmaydı ola. Makara. Ma bugün Fatime ekilemeydik ya. Onun da tırla kısal küçük gidemediydi. Hop hemen işkanı tazlap kestik ütleyelim iman kep kas set durdu. Vay can ustam. Ele tırla kaçam kelgeni bıraklık kıldım da tırla kaçamın kol yama atlayık. Atırla kısa kemeye kep kasma işkanı tazlamaymış da oturam da. Ha? Ya endi bu sallatdak işki ayakçı xotin iş kıldığı aşık küçüsek tas kanlaşmaz mı ki? Muş işini mi xotin kişi ayakçı da koyarımsa? Sen kim o sen? Nemiş kıldığı adam? Şu satıraç. Ha? Şagird satıraç. Mane. Satıraç kana? Sen nerede hizmet kılırsa? Oy müşahede. Ne bu? Ya bu satıraçxana hizmet kılan adam ama üzerine bir dükkanın muhitini yaxşı tazdırırsan artık xeriden indeydi sana. Kulağını sütüyorum şahidine bana çarşında tükürün gözlerini yok tamam. Vay ya ustam şu yelim şu mudo sakal mudo çaştı biz kes yani asak şu meyanın amış tük olduğun gap. Onu da bırakla jığıpla birla tazlatmam da. Kilercili müşkününü tazlayacağım da. Ya o iş kepte yine şey hem işte bir iki yolunu bizim ansak ustam. Hamayımız, talmayımız, keçkiçim o keyfiyatta işleyimiz. Sen ama satıraçxananga bir çaş sakal aldırdığın, hem de bir çaş yasıdığı adamda sırtı bir yiyiş oğlan bir gantoçan kesulam tabi. Bu satıraçxana yengeçin aşta adam kegeçte bir tıkıl, çaş, tük bulduğun gel. Bu Pakistan sen bu xeride hakkında yartıda bu muhtan Pakistan çıkmışsa. Kumda yakmayalım ama. Atıyalım yani güzel mi yoktan yani. Yo ustam, ben cık yakalamışsam siz benden mi öten kumdak yakıldınız? Mandal deyip ustam, anlana. Ya, anlay. Öyle, siz burada oturup televizyon göremsiniz ya ki yengem burada oturup televizyon görüyor, siz süpürgün burada açık. Öyle siz süpürün. Ağzımı bir gep yaptan. Udiga madgen dükkan işkisinden karakter okşamda. Yo işkisi okşayız bir iş koy. Bitemem ayak biter. Bakam bir şeyler. Bana süpürgüne çıkmaya ben tazla diyen tazlıkta mı bir Ya ustam ben tazsam çatak çıkmaydı. Atlak zaten benden optan pakiz tazlaydı. Ne bildim yemla xotin kişemez mi? Atlak zaten ben nime ağzırgıç kemmey. Ya o xotin kişi bessam mı kısmetsem ne buludu deyme şu an. Ya xotin kişi kıldığa şimdi ayak çıksa ne ketti deyme şu yasan çık patlı çık açam mı? Aç boğan boz sizin gep anlamay. Ha tağam, tılak zaten ne oldu? Ya işim ama da işime. Şu ben dedim, ustam deydi. Ha ustam ha? Ustam deydi. Miyalak çıklarını tazlamaş, tılak zaten tazlı son degende men. Ustam ben de çoğunluğun ki men tazlay dedim. Ustam tazmay olta degende men tazlayda şu gapni deyişatkan. Gepağın kayını bek gepağı tayırsını. Nimelerni besi atkansa yana ben bilen. Ya ben bessanmadım. Ya baldıqlar ya kömeydiğin gözlerini yumuştu mu sanmadı kıllar kızım besayman daklarının golay kadar tazlıqını yaxşı qilib kıllar kaz. Ma atigenden beri ma işxan tazlıqlı olmay bek cidal oynab ketidin. Siz gatçidi kirib ma çaşlarını bir süpürüydün. Mana sen közlerini set gördün ama kıllar kızım besaganda aynakni pakiz ejma. Ha ama aynak yiyip degan bo'lsangiz apga chong chiqarib bu aynak deganda. Bakam bir şeyda. Ay Toyir. Mama axlatma chiqib qo'shibdi. Ya mavo gap bo'lmadi mavo. Sizning uyda bir uyni apangiz tozisi axlatni dadingiz tashlandi acha. Ma ağzımı bir gap gapdi. Kichik kundir bu chong adam gap talash qilma kıllar kızımın üstüme oxshab maya chiqib axlatni tashlab. Ustam chaqchaq qilib qo'ydim juma. Na aklab o'zimning ochisi olgan ekansiz. Manga ben. O'zingizdan chop chong adamga akilmay bir yeshig' taqmish adamga akilligini aytdim. Voy ustam unda udadiganlar bilan do'konchiga o'zim bir tanqisvanliga akilsam yo to'nimisam qilamamda menim ajoyib ustam ekan bu. Akilmanga bu tayirni boshqaraman saranglab ketam dedim ben. Tillaqaz, acha shuydiga yanında Pakistan zeytiga xarida kelgacha. Ha ma'qul. To'g'ri. Acha xalqiyar tallabozirning yindiki nima? Xushaynak. Xushaynak satrashqansizda. Ha? Ishing tugitini bir şeyga kiramsa? Ha, ma'qul. To'xta, men so'rab qo'y. Xonim qizlarning choch qosh. Bak ustam bak. Tirsin xayr. Yasaydigan bir şeyga kiram, undan sonra ikkalan tangli tirsiz tanglab ishimiz ma'mamda.
Vakılı. Ma'qul qo'ysin. Evet. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, Chiziqtulla bilan Tulla, Abdatulla. Navchara xotin bola emas, sizlar Chiziqtida. Ha, tizliq yaxshi. Bizni aytgan Chiziq Navchara xotin bola chaqa emas, sizlar. Neyse. Ha, yo'q, yaxshi. Yaxshi. Qarang. Chaka og'zamsiz? Ustam, ne bu? Nima ne? Maya ne bu? Xushaynak satrashqada. Ben tıkı bırak divamı deptim ben. Böyle diğer bir çarek lagmanın üstü gibi caminin koşak yapıp tansmansız sınıf solunda oynayıp geçtiğinde yardım edem. Şu çaçı satmış ya. Kim qarang. Ma satrashqa deganda chash yasaymiz, chach ulaymiz, chash bo'yaymiz, rangni o'chiramiz, rang beramiz, undan keyin ancha boshqa ammo qilamiz, yuniyan qilamiz. Bir necha xizmat turlarimiz badanga bizdan. Shu nimaga ehtiyojimiz bor, shu to'g'riliq xizmat qilsak bo'lardi. Manda sormamla ustam deymet. Ama çaç yasıdanla disinet ki çaç yasıdan başka işi bağ okşadı. Ha, boshqa faqat yo'q. Chiroqi yo'rg'loq, sog'lom. To'g'ringiz kelmaganda? Ya fakat kapalı. Ha, bunday olib qolsa, sizga qanday mulozamat kerak? Bu şey. Yakında bir toy kopka. Nima qo'pqan? Toyga. Kim qo'pqan? Toy kılay dep. Ha, to'g'ri. Ha, yaxshi. Şuna bir advigende kızıl taş kilişki gibi resimçili dep. Amakçı olgan. Akmakçı yok şuna bir terasisten bir yasak. Ha, çatak çıkmaydı. Anın dike ben resim kanal çıkıp resim gibi düşmek için şunu bir özünüz bir tücüpler tak. Yaxshi, yaxshi. O'zimning hunarini ko'rsatib, chechingizni tirsi yasab bergan sizni eng kelishgan yigitga aylantirayapman. Markılı. Ustam biz Ha. hanım kızlarının gibi gırım pırım çaş paş o'xshaymiz dedilar. O'xshaymiz. Benim ama dadamның ayağının ama kilini kesip bırak. Pechat bir gırım koyalım. Nimasi kirsa? Bu dadamның ayağının kilini. Hamda o dadimizning ayolning kim u? Raile. Yo'q, kim deyaptilar? Şu Raile degan. Benim dadamның anasının dadamның ayağının kilini. Yani benim o'sha Qiziltash kilishga bir resim tushmoqchi bo'lgan bo'lsa xotin endi. Ukam odamlar qaymoqdonlar xotin kelmoqchi danga bo'ldi. Ay, hozircha shu ashtarak deb tudab ustamanda. Qiziltash kilishga bir resim tushib qolgandan keyin, anandan keyin devamlı agitib demdoq, tuz demdoq, aylantirib demdoq. Bak. Yarım. Usta. Voy, siz bilan bilan Tulla Abdatulla siz salomatullah o'tgan navrichara xotin balchaqa. Ham sizlar. Ha, cho'ng sizlikmi? Sizlar. Biz o'tgan navrichara xotin balchaqmi? Ham sizlar navrichara. Ha, yaxshi oladi. Killa. Ha, sizlar. Usta. Ha, Ma bulam g'it chin ismi jisminglar g'it olibdi juma. nima bo'ldi? Ma axlatni tashlab chiyib qo'g'icha. Ha, Xalqani oldi o'timiz emasmi? ha, No, qarab, mangaptimi men gachima? ha. Ma g'it. Oldi chiroyli qiz bo'ldim buni tizib olibdi. Ukangmi? Ya. Ay fikirli kişiler birbirine karşı küllüşüp şişi kakaylıkı tuncu muhabbetler köreşkeni bir yiyiciş piştirdi ha. O yiyiciş bolama. Kız balama aralık ağa kız balak şeydi zaten şalbaklarını ipti. Çaçırttı zaten yiyici boluşanmay kaptı. Cın şapak adam olup cuma fıstamağı gitken. Gelişimiz şapak geldi. Ay cın şapak okşay dedim ben. Ha, cho'ng taraf qo'ydik. Qizlarimizga mush to'g'ri bir xabar qilib qo'yishma, aytagim bika avval oldini tutgan bo'lsam, o'g'lamjonning qanday bo'lganligini bilib, anamda kimdan shu sura. Dep koy. Bak satırışkanda bir sopun yok mu be? Ba. 36 kındak sopum ba. Bazı bir çarşı jumayla mı? Şuna yasab qo'yganiga chaqib, unga qatirib qo'ygan. Ustam da iş hakkınız geldi. İş koymasın mı? Ketip buraya. Kapamda ye turdudan suyuyorsun. Çakap koymaz mı çeşme? Ya ma o bak iş ketdi ma gap. Bosla. O'rabli qiladigan bola ekan bu. Ya. Ulatda fikam mana bir kirib, men akamning bir chechini yuklab chiqam. Qilla qiz. Ha, ichidan tozalab tutgan bo'lsa, men qilib chiqam, chash chiqib qoldi, juydigan. Ha, ma'qul. Dışarı mı? Ha, işçide. Voy, uragin! Voy, sen nima ish qilsan? Çarşı satın gelgen? Ya, ma. To'ndishamsizlar, otdan to'rayman men bu qo'yim ichini. Ay ya hatatım. Ya. Onda emas bak koyum içi emez. Siz koymuş mu? Ya ben buraya. Bizga oldin o'zing kelsan, qanday olaman deb pulimni sandin. Aç.
Uy, sertmiş şunu yaydıgan. Vay, men bo'lib men buningdan burun jügen. Jügen? Ha, jügen. Qanday jügen? Bunda jügen. Bunda qilib bunda. Bunda jügen. Ha, ota jügen. Ha. Qandesim. Va qandesim bo'lib bol. Qapama. Nima bo'ldi shuni o'g'lan? Ya qarab baqaydi. Ha. Şunun ben bununla jüriş jarayanda, o vaqtda men satırashxanda menda husn tuzashni, cho'chqa loyilashni o'rganayotgan vaqtlarim. Bu torda tamoq satatdi. Veymey. Ha. Mana uydagilardan 20 ming qo'y pulni ilib bir cho'roq o'rindan birini ocham deb 20 ming qo'y pulni buning baginimni bilmay, oqdimi yo'q, ko'kdimi yo'q, yo'qqa qo'y. Ya ben tushundiray. Jinim tilla kechir. Ben avval tushundiray. Shuni anglab bir gap qilganda, bu asli bunda ish. Abi tilla endi 20 ming pul tayyorlab ketdik, güzellik saloni ochqili. Shuni o pulni menga saqlab qo'ying deb bergandi. Endi yan chiqsab qo'ysam qamlısın deb men bankaga berib cho'kanjiydi menda bir shala qilib kağıt salam deb o'ylabdi men. Shunga bankaga ketib barsam bu 2 bag'lan pul yan chiqimdan chiqib qopti. Shuni o'ylab qanday qilaman deb bankaning o'tayotgan qizni qarab tursa bir dendonchadan bir sikirib o'rakdan birisiga gulup bu tushib ketdi. Opli qanday olib ketdi bu ishda bunda qarab tursam bir mashinada birisi jalaq qilib soqilib qaram meni. O'lmabsiz ya. Ay bunu anlamamsız ama şu sokup etkendik kim? Asla berip şu doktorxonada uzurak yetip kalgan şunu ki izleyip de şu kıpılanmay boğa işlem bu şey. Toli kekeşlemey pulni chiqara. Ya pulni alamiz, açık pulni alamiz. Şikeşlemey sözden. Jinim tilla. Meni kechir. Bir qat'iy yolg'on gapim bilib. Bu bir haqiqiy yuzlagan voqea. Voy yo'q. Ya aç xapama aç. Mana gaplar. Hani bo'lsa siz mashina suqib ketganmi? Qo'yap. Hani bo'lsa mashina suqib ketib siz saqabsizmi? Shuni degan siz tillaringizdan yaxshi degansizlar, men tillaringizdan kuchimizda şimdi markadan sherik-chi, sherik. Shuni bir Sherik mi tanlayapsın? Ya do'kon degani asosan cho'qqat. Cho'qqat. Voy. Jinim tilla. Meni kechir. Bayan voqeaning hammasi rostli voqea. Ya bu ne bu voqeani deb qoldingiz, rost. Ma'qul. Jinim tilla kechir. Shu yenimda Voy. Pul yo'q. Siz pul olmasmaydi, shunaqmi? Siz pul olmasmaydi. Ha, bu yanjuqqa patmaydi o pulcha. Bankaga chiqib kan shaqqa qilsak boshlab bersiz. Oy şu bankaga shu kardim. Nima? Pul yo'q. Nima yo'q? Abaytım ben nima deb kelgan. Ma chechimni Google'da yasab qo'yam. Bu yerda qizli qog'ozga rasm tushma. Xotinimiz berib to'y rasmi tushma. Undan keyin ertaga to'y qilma degan. Masalan xotinni minjinjidan taqatmaydiganda, undan keyin bankdan diya bermas xotinni aqchan. Naqd pul oldiga ishlarda pul yo'qmi? Voy sen dek to'y qopdingmi? Ya hozir o'tirib ben tushundiray. Bu asli menda ish qarab. Mening to'y qilg'im yo'q. Onu yaxshi ko'rgan, yo'q, seni yaxshi ko'rganchilik, uni yaxshi ko'rmayman degina. Lekin shu o'yamdikilar maqzonni biz topgan cho'ng olsa, to'y qilmamsa. Ya, xirida kirib qopti, xirida. Sen chiroyli bo'lishing. Kim ishang. Voy bir o'tishgina. Men kelasan. Bir şey turaymi-ki? Ey. Sening un tashlab etgan yo'qdi. Bu yerda turaymi? Sening men bilan to'y qilg'ini yo'qdi, shunaqmi? Emas. Voy ha, mundaqda. Do'kon ishga degina asli. Do'kon hozir bir tarmoq do'kon ashundoqda ertaga ichib qilishimiz mumkin. Xushaylik saloniga xush kelibsiz. Ya ustam, men boya g'ulam g'it bilan ko'rgan qizolim shu. Siz boya xalqiyatda bizdan g'ulamjon g'it bilan mondashdingiz qo'y, shaldoqlaringiz uchun. Nima? Kim o g'ulam degan? Ha? Sen o'n do'kondan ishga deganasizda? G'ulam degan-chu, mening burun qilmabdim. Ha? Sen shumskan. Burun qilmabdi? Ajab, necha vaqtdan beri demaytanga menga? Sen burunqisini yushirib kelsan-ku. To'xtab, sen aldabsan degina. Sen meni aldabsan-ku. Ha, men sening to'y qildigan qizing degina bu. Pulni chiqara. To'xtab turma. Sen meni aldabsan. To'xtab tur. Sendekning bilan to'y qilcha, bak 20 ming qilib tilla bilan to'y qilyapti. Ras. Mana to'y qilmayman men. Ay sen cho'qara.
qiz bilan to'y qilmadigicha oshqizning 20 ming pulni to'lab qarzini to'lab aziyat qilaver g'ulam qilqit bilan mayna qilib yurgan nimangni kim g'ulam qilqit degan bat bir gaplarni tepki jinim tilla qattiga xapaman men chiqib pulni ha mana akira pulni kirib olib kelib aydan ishlar qanday ahvolinglar g'ulamjon deganman ha g'ulamjon qanday ahvoling yaxshimi bizdan g'it shu g'ulamjon ha g'ulam qilqit g'ulam qilqit degan siz shumi siz tudingizni bilan tudingizni obdan tudingiz bilan tudingiz siz tudingiz o'tki balchaqni navricha hammiz sizlar bizim o'tki navrichalarni tatamiz sizlar o'tkilarimiz sizlar voy sen nima ish qilib berdi ya ha chechim yasat qilib kelgan ha boya ishkanlayliqi sizning xalq yerda mungdishib shavlab chiqib kelsin shalmoqlarni sening ma'bad shu ekanda ya biroq ko'nglimiz yetindi ya abay do'kon kiribdika o'sha qarash o'tirib qolgan qarasam bu yerda satrashgan yuradi ha yaxshilab ekan bu qiz hozir bu yigitning ma'bad ekan ya siz nima deb chiydinglar kayinda qo'g'lab chiydinglarmi yaxmatulloh qanday bo'lib ketdi bu ishlar nima bo'ldi gachini chiqarma pulni hey set ma yaptığımı köydüm digine ma yaptığımı köydüm Kılıcık yakmaya pulunu biremse ben sen Dügen sen de ne kadar duran ne olsan şu yerden pulunu ağın senden Oy arlaşma be sen tuttura bak ses avay olma tilla cini tilla ay oturup dur ama çıkma Onda onu belki bir gen senden ha ağır tutulay gitçen bana ki çıkma chiqib baqay da qo'yay nasıl bo'ptimi emas shuma Oy hoş ol ma yaptım digenge aytulloh ustam qanday ahvolingiz yaxshimisiz xushaynak salonimizga xush kelibsiz chechingiz yaxshi ekanmi Çiçim yasaymadıgicha o'zingizning ish shogirdingizning gap so'zlarini bir yasang'a to'yimni buzmay vojon to'y qilolmay saranglab qolgan qiz oldim ustam juda yomon bolam uchun qolayim qolib bir ish olib ketdi ya bu u ana ma'badi bu hozir bana emas bu qillik o'lash ma'bad tishg'amlab qoldim nima vojon ishtiroq to'yimni qo'ysam bo'ldimi udundiki muhabbatlar udumni jiraqamiz gachi chiqib qoldi sen ma'baddan burun ma'bad tushirishdanmi endi voy ustam tuzuk gap qiling ha unda ish yo'qda undan nima asmenga chiqib turashmi ustam bularsa pashtuqlarini talab oshpazda yurmay ma do'konda yana tozlamay kechib mangda ma tozliq yana og'zimga bir gap gapdi ma bana 9 oy 9 kun qo'sam ko'tarib men baksam